أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الرابع في تفصيل إلحاق اللواحق وهي ثمانية فصول الفصل الأول اعلم أنهم يسمون هذا الباب باب إلحاق الضمائر وذلك أنهم يوردون جملا لبيان صور إلحاقها بالماضي والمضارع والأمر في الأقسام السبعة حال بنائها للفاعل والمفعول ويكررون الفعل في كل جملة منها 14 مرة على هذا الترتيب ثلاث مرات للغائب والغائبين والغائبين وثلاث مرات للغائبة والغائبتين والغائبات deydi. 4. bab qo'shilgan ya'ni pillaniki oxirga qo'shilgan birinchi nimalar qo'shimchalar lavahiq degan nima loyiqatundagi jam'isi loyiqatun degan gap yani bir narsa asli olsa onu yandap qo'shilgan narsa nima deydi arabchada loyiqa deydi. Yani loyiq madem loyiqkan bizning tilimizdan bu loyiq degan gap. Ana shu pilga qo'shiladigan bir menchi nimalar bor qo'shilgan narsalar çok bor. Mesela zaraba nasara desak nasaraniki oxirga tasniya jam'i muzakkar muannas muxotab mutakallim mushundaq qilish uchun uniki oxirga bir narsani qilamiz ana qo'shimiz. Qanday qo'shimiz? Qo'shgandan keyin hozir ma'bobda deydi. Shu qo'shilg'uchi narsalarning o'zini ma'bobning o'zida 4-bobda tafsili bayon qilamiz. Tafsil birlab bayon qilamiz buni deydimdi. 4-bob Hem de biz mözni o'qatgan bo'lgandan keyin mözniki o'zi yuqorqi gapga asosan bu musannifniki 4 bobga bo'ldim degan. 4 bobniki birinchi bob u tugidi. Ya'ni pilni qandoq qilib buni quramiz, yasaymiz. Undan keyin ikkinchi bob bu yasagan, qiliblaştırib bo'lgan shu pilga asosan buni bir qancha o'zgartish bo'ldi hamdi. Tagyirat degan bazı birinchi o'zgarib ketdi. Asli qoida shu, buni o'zgarmaydi. Buni üstü to'xtaldik. Undan keyin shu pillarniki oxiri qo'shilgan birinchi qo'shimlar bo'tdi. Qo'shilgan narsalar bo'tdi. Buning ustida to'xtaldik. Ya'ni 4 dona harakatlik, 4 dona sakin narsa qo'shar ekanmiz. Pilning o'ziga bu tugidi. Endi 4-bobdan hozir o'qimoqchi bo'lgan 4-bobniki o'zi şu qo'shmoqchi bo'lgan narsaniki o'zini biz endi shu pilning o'ziga tafsili bayon qilamiz. Yuqorida 3-bob mujmal oldu. Ma'nosi shu birlab nima qilamiz unga bayon qilamiz. Mushu ustida cho'p bo'ladi bu deydim. Mana bu 4-bob 8 fasldir. Shunga 8 faslni o'qib olamiz, bu yerda o'qib olamiz, shunga tugaydi o'zi. 8 fasldir. Birinci fasıl bilgil şuniki cezmen. Bu yerda kitapning o'zida möze va unda boshqa kitaplarda o'qitgan kitapda i'lam deb keladi. Biz kitapni o'qigan vaqt o'zida bir anglab qo'yish emas. Bu kitapniki o'zi nima qilish, o ma'noniki o'zini uni bilish, tushunish bu mahmum. Shon musannif bu yerda i'lam deb o'qiyotgan bolalarga nima qiladi, xitob qiladi. Uning uchun qanday qilishimiz kerak? Buni bilishimiz kerak. Chunki buni tövəndə demək olan gapni bilsək, o çağda bizniki bu ərəbçə tilini oxuşumuz məqsəd Qur'an bilan hadisni bilish. Qur'an bilan hadisdagi o'zi bu nima İslam dinimizdagi tili. İslamni biz musulmon bo'lgandek İslamni tushunishimiz uchun arab tilini jazman nima qilishimiz kerak, uni bilishimiz kerak. Uni bilmasak-chi bo'lmaydi. U bilmay turib bu chog'imizda ya arabchani o'qimay o'qishni ya uni ma'nosini bilmasak o çağın özüde men Müslüman, men mümin deb yürüp qalsaq o çağda başqa adama təbliğ qılsa yoki bizning tilimizni təcrübə qilsa o orqali bilamiz. Amma bizdeki imkan bo'lgandan keyin ham o'qish sharoit bo'lgandan keyin
bevosita bizmi mana Qur'on bilan hadisni, ya'ni Alloh taolo bandalarga nima debdi? Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem şu Allah tushirgan şu vahiyning o'zini o'zidagi so'zi va qiliq orqali qanday tushuntiribdi, qanday tatbiq qilibdi. Buni biz bevosita nima qilmasak bo'lmaydi, uni bilmasak bo'lmaydi. Biz imkon bor. Shuning uchun biz bu arabcha nima qilamiz, uni o'qiymiz. Shunmi bizniki ma klassik arabcha tili hozirgi Qur'on bilan hadisdagi arab tili. Unda o'g'andikin o'qishdagi maqsad shu mushu. Unda o'g'andikin o'qishdagi maqsad mushu o'g'andikin biz shuni qartdan mana bu qoidani o'qisak Qur'on va hadisni nima qilamiz, u yerda tushunamiz. Chunki Qur'on hadisi nima hozir deganimizdek arab tili. Arab tiliniki grammatikasi, morfologiyasi. Buni bilmasak, so'zlikni bilmasak, o'chanimizda Qur'on hadisi bilgilchi bo'lmaydi, tushunigil bo'lmaydi. Shuning uchun mayada nima deydi, mayada bil deydi. Chunki sana bunu deykin arabcha tilini, ya'ni Qur'on hadisini bilmoqchi bo'lsang, bu sana nima qiladi? Manfaat qiladi degan gap. Bilgil shuniki jazman bu sarf olimlari mana otida mababni zimirlarni qo'shishniki babi deb atadi. Hamda o'zi madam nima deb atadi? Tafsir ilohaki lavahiq dedi. Az zimirning o'zi lavahiq ekan. Hamda ba'zi nimalar de sarf olimlari buni zimirlarni qo'shishniki babi deb atabdi. Chunki mesela nasara desak, nasara degan pil, faala desak uniki urdi, yordam qildi, u er kishi bo'lganda uning tahtida bir zimir bor. Mana faala degan pil bo'ladi, uning tahtida bir ayol, tasniy, jam'i, muannas, muzakkar bo'ladi. Buning tahtida bir zimir bor, yushirin. Ba'zan tilimizda chiqadi, ba'zan chiqmaydi. Buni nima deymiz? Uni zimir deymiz. Buni ham zimirlarni pillar qo'shishniki nimasi o babi deb nima qiladi ekan, ataydi ekan. Unda o'g'anikin zarabat ikki xil narsa bor. Mesela faalada yoki nasarada birisi nasara deyish, yin birisi nasara deb og'zimiz chiqqan. Yin birisi nasaraniki tahtida biz og'zimiz chiqmaydigan, xatimiz yozilmaydigan, o'qilmaydigan, ammo ma'nosi bo'lgan yin bir cho nima bor? Nasva bu nima o? Zimir. Bu zimir nima bo'ladi? Fa'il bo'ladi. Nima uchun? Vazalika annahum. Bular bu babning nima uchun bundaq zimirlarni qo'shishning babi deydi desa, chunki ular keltirdi bir necha jumlalarni shu zimirlarni qo'shishniki suratni bayon qilish uchun moziy qo'shishni, muzari va amri qo'shishni 7 nimada qismda. Mana shu pillarning o'zini nimqa vaqtida, yasag'a vaqtning o'zida fa'il va maf'ul uchun. Mana shu pillarni fa'il degani ma'lum. Maf'ul degani mecul. Yani bir pilnik o'zini ma'lum ya mecul qilmoqchi bo'lsak deydi adam. Shu vaqt o'zida shuni biz yozsak. Tamam da şunu yasab men fa'il qilman ma'pilni, men ma'lum pil qilaman deb, mesela nasara debdi. Buni mecul qilmasam nusira debdi. Mening mushundoq yasag'a vaqt o'zida 7 qism. 7 qism qolgan. 7 qism degan biz yuqorida o'qidik. Meni arab tilidan har qanday bir pil bo'ladi ekan, 7 qismda xoli emas deb. O qolgan. Meni sahih, misal, muzaab, ajvab, naqis, multavi, lapib. Ştaqamdi. Muşu 7 turga tushilgan har qanday bir pilda biz ma'lum yoki majul qilmoqchi bo'lsak, men majul qilmoqchi bo'lsak, bu chon o'zida shu majul ma'lum qilmoqchi bo'lsak, men shu majul ma'lum bo'lgan mozi, muzari va amrga shu nimani aytiladigan gap, zimirni qo'shilgan zimirni qo'shimiz yani. Zimirni qo'shilgan bir muncha suratlar nima qildi ular? Meni uni bayon qilib, uni shu akeldi. Akirib qanday qildi ana? Mozida qancha oldu? 14. Ma'lum. Mesela nima deb? Mesela zaraba, zaraba, zarabu, zarabat, zarabata, zarabta, zarabtuma, zarabtum, zarabti, zarabtuma, zarabtunna. Zarabtu, zarabna. Bu qancha oldu? 14. Va majul qanday qiladigan ekan? Zuriba, zuriba, zuribu, zuribat, zuribata, zuribta, 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 zuribturna. Deb meni moziga aytgan qo'shadigan gap zimirninki o'zini. Undagi muzariga nima qilamiz? Unga qo'shimiz. Uniki nimaga? Amrga. Chunki mozi muzari amrniki o'zi pil bo'ladi. Qolgan pili nafi, pili jahat degan gapniki o'zi bu ikkisi chiqqan narsa bo'ladi. Ama bunun isim pay, isim mef'ul, isim müşebbe, isim zaman, isim makan bu yılki efal tebzil diyorlar, isim alet diyorlar bu pil emez. Onun zimirçi yok, isim zimir olmaydı.
Unda olgandan keyin mushundaq 7 xil kategoriyaga tushadigan fillarni mana moziy qilmoqchi bo'lsak, ya muzari ya amr qilmoqchi bo'lsak, uniki oxirgi yuziga tushib, muzakkarga tushib, muzakkar bir nimani akaladi qo'shib, masalan zaraba va bo'ladi. Muannasga zarabat bo'ladi. Muzakkarga mana din zaraba bo'ladi, muannas zarabat bo'ladi. Ani muxatabga zarabta. Muzakkar. Tamamda? Zarabti muannas. Onun tasisi nima? Zarabtuma. Zarabtum. Shunaman muannas zarabti, zarabtunna. Zarabtun. Mana mushundaq suratlar nima qildi bular? Akaldi deydi. Buniki sarf o'lmaning odati shu. Ilm sarfni o'qigan odam har qanday bir pul olgan bo'lsa, uni tepib, jazman mushundaq 28 dona pil moziniki sig'ini turlashni bilish kerak. Bunida bir o'lcham bor, bir qonun, bir qilib bor. Shu qilib asosida chiqaraveramiz. Masalan, faala qilib bo'ldi ya. Biz faalani o'qiyapmiz, shuni qarta tushgan bo'lsa, biz faalani tozib turlashni bilsak, faala modapa shu 12 ni chiqarib 14. Shunda ma'lum bo'ldi ana, majuni chiqishni o'qisak, ana qanday bir 3 harf pil kelib qolgan bo'lsa, shuni qarab, ashuni qarab, 28 dona pilni qilamiz o'chada chiqaramiz. Buni deyki, mushta o'qisak, andaki sarf ilmini ham qon bo'lamiz o'chağımızda tafsili ubda tushungancha bo'lamiz. Bo'lmasa shu o'qimay oxir qilib qo'ysak, u sarf ilmini bilmagan bo'ladi. Ham muzari demi shu. Muzari demi, ya'ni 14 tane mazi ma'lum, ya'ni ma'lum pil olgan bo'ladi. Mesela nima? Mesela yazribu, yazribani, yazribuna. Tazribu, tazribani, yazribna. Tazribu, tazribani, tazribuna, tazribina, tazriban, tazribna. Azribu, nazribu. Qancha oldu bu? 14. Shunday qo'y. Endi buniki majul qanday keladi? Yuzrabu, yuzrabani, yuzrabuna, yuzrabu, tuzrabu, tuzrabani, yuzrabna. Tuzrabu, tuzrabani, tuzrabuna, tuzrabina, tuzraban, tuzrabna, uzrabun, uzrabu. Mana bu 28 oldu. Andikin emir qancha oldu? Emrinin sig'isi 6 ta. Tamam endi 6 ta. Çünkü onu da emir degan buyruq qo'ygandiki, buni da yuqorqi degandek faqat muxatab bor. Muxatab bor, uni da g'oyibchi yo'q. Emir ikki xil bo'ladi ya. Mesela lamliq emir. Yeni bir lamsiz olgan nima emir. Mesela ipal. Ipalda 3 tane siğ var. Mesela ipal, izrib, izriba, izribu, izribi, izriba, izribne. Bu 6 ta. Bu 3 olgan bo'ldi. 3 muzakkar muannas 3 6 tugidi. Bunda da nima yo'q? G'oib yo'q. Tamam deyim, mutakallimchi yo'q. Ama majul qavaqti o'zida mana emir bağlam bor. Emir bağlamniki o'zida lam bilan bo'lgan bir emir var. Yani ma lamsiz olgan emir ya lam bilan bo'lgan emirniki o'zida buni 8 ma'lumniki o'zida. Mesela nima? Litazrib, litazriba, litazribu, litazribi, litazriba, litazribna. Liazrib, linazrib. Mana 6-8 olgan bo'ldi. Ama buni majul qavaqti yine 14 bo'lgan bo'ladi. Mana mushuni qo'shishni mana 7 qismda dedi. Mesela sey olgan pil. Misal bo'lsa qanday bo'ladi? Mesela ajab bo'lsa, muzaf bo'lsa qanday bo'ladi? Naqs, lapib, multavis qanday bo'ladi? Mana 3-bobda nima qildik? Bundan o'qidik. Mana mushu 7 qismning o'zida qo'shqa vaqtida bular mushundaq 28, 28, 28, 6, 8, anadakin qanchayina 12, 14, 16, yine 14, yeni 8 qil emri balam. Men mushtaq qildi, ammo nafi bilan jihatniki o'zim fil muzarini qanday qan bo'lsa, qanday sig'i chiqar, buni yasag'an bo'lsa, uning oldiga ma'ni akib ya lani akiblar shu fil muzar deb o'xshaydi. Bu ayrim pirchu emas. Ve yaku ve kuverruru del piyane. Ve tehrar kıldılar bu serp alimleri pilni her cümlede. Mesela mazida ya ki muzarida boğan her cümlede şu pilladin yani 14 katem muşu tertip basaen men muşu tertip kavmi men hazır okumak çok muşu tertip basabenaen men 14 katem ne mukuludu tekrarlaydı. Men hazır okuduk ko hazır okuduk yani. Men 3 katem gayb mesela zerabe. Gayben zeraba. Gaybin zerabu. Ve 3 katem gaibe muannas. Zerabeta, zerabat. Zerabeta, zerabne. Men bu gaib mufrad, gaibeteyn tesdi, gaibat cemi. Ve 3 kata muhatap için.
Nima deymiz u muxotabni, muzakkarni? Zarabda, mufrat, yani başta ma'noda undaki tasniy, undaki jami. Zarabda, zarabtuma, zarabtum. Urdum men. Şulamamda urdun işkanlar, urdunuz sizler. Mana bu bo'ladi. Mana muannas demoyna, mana 3 qatan muxotaba, muannas. Zarabti. Muzakkarda ta bo'ladi, muannas shu ti bo'ladi. Shunday qo'yamdi. Mana 3 qatan muxotaba, mufrat uchun zarabti. Muannas muxotaba uchun, tasniy uchun muxotabatayn uchun zarabtuma. Muxotabat uchun nima? Zarabtunna. Mana va bir qatim mutakallim uchun. Yani nima o? Zarabtu. Va yin bir qatim shu mutakallim bilan mutakallimning g'ayri bilan. Yani gap qoida men urimiz degan vaqt o'zida, men urimiz degan vaqtda shu bizning ishni gap qoidadan ba, uni boshqa adam ba. Yani mutakallim g'ayri deymiz. Zarabtu, zarabna. Mana qancha oldu hozir? 12 oldu. Ma zarabtu, zarabna ola qancha oldu? 14 oldu. Mana bu shu 14'teki o'zida biz bu işte çıkırışını oxusak, uçağımızda bununki ahir zimirini koşumuz. Koşkan vakti özüden gayibni 3, müzekker muannas 3. Mana muhatabim 3 oldu. Mana şu mutakallim mal gayb mutakallim bu birde 2 oldu. Şundaqçı sığırçı çıkırganını mana bu sarf ölmalar nima qildi? Sarf ilmida bunu odatlandirdi. Mana bu tahrir qildi. Bu tahrir qildi. Bunu təbrik qildi. Aşındaq pişik oxusak, hozir shu birli pilni tep basak hozir turlar desem, mesela hazır şarrı tuturlarsan andaki naat uptan bilsen hocam işte. Lekin emirninki hakkında onda emasdaydi. Emirninki hakkında biz hazır degandek onu da 14 yani 28 çıkmaydı. Emirnin hakkında qancha chiqadi? Lamsiz olgan emirde 6 tane. İzrib, izriba, izribu, izribi, izriba, izribne. 6 tane oldu. Hem de lam bilan bo'lgan emirniki üzüde bunu da 8, mecbulu nima 14. Tamam 14. Bu anıqını qilmaydi, bu o'xshamaydi deb illanı keltirish şu. Çünkü adet, mana bu emirdik adet, mana ahdi, yani mangdi muxotabni ilgari qilish. Mazi muzarida g'oyibni ilgari qilamiz. Ma nimada emirda xitobni ilgari qilamiz. Shu izrib, izriba, izribu, izribi, izriba, izribni. Endi buniki lam bilan kelgan emirda andiki xitobni ilgari qilamiz. Qanday qilamiz? Liyazrib. Nima? Litazrib, litazriba, litazribu, litazribi, litazriba, litazribni. Liazrib, lidazrib. Mana bu 8. Mana boshda muxotabni liyazrib. Unudaki nimini ekelimiz, onu gayb ekelimiz, unudaki mutakallimni ekelimiz. Kaydı şu mu şu? Mana anadaki xitobni ilgari qilish, anda g'aybet, andaki takallum. Shunamam de Allah bilan bo'lgan emirda. Nimada? Litazrib, litazriba, litazribu, litazribi, litazriba, litazribni. Deymiz. Liazrib, linazrib. Buniki liyazrib, shunamam de. Liyazrib onu g'aybni ekelimiz. Liyazrib, liyazriba, liyazribu, litazrib, litazriba, liyazribni. Liyazrib, linazrib bilan bu shuni nima qilamiz? Onu da tugitimiz. Ve yok fark. Hem de bu yerde labzide mesela muhatap muzakker muannas tasniy ikisi birbirine o'xshab qoladi. Mesela zarabta, zarabtuma, zarabtum. Zarabti, zarabtumani. Zarabta, zarabta o'xshadimi? O'xshab qoldi. Ama işte o'xshagan narsa shu ba. Mesela tazrib bo'limi shu, muzaridimi? Muzaridimi? Mesela muhatap muzakker bilan muhatap muzakker, muhataba muannas, muhatap emas, g'oyiba muannas o'xshab qoldi. Mesela nima deymiz? Yazribu qara. Yazribu, yazribani, yazribuna. Tazribani. Muannasini deymiz, tazribu deymiz. Tazribani. Muzakker muhatapçı yine tazribu deymiz. İkisinin nima qoladi? Ana o'xshab qoladi. Tazribani o'xshab qoladi, ama jamisi o'xshamaydi. Çünkü yazribni deb nima qiladi? Uningda keladi. Hazır bu şunu deydi hazır. Yok fark mazide ve emirde payl için, yani ma'lum bo'lgan payl için muhatabayning ve muhatabatayninki o'ttirsida hech qanday nima yo'q, farq yo'q. Mana mazi, mana emir ma'lum mazi yo'qdi. Mesela nima?
Mesela mazi emirde, mazida payda için muhatap. Mesela zarabta. Muhatabeteyn. İşte memdi. Muhatabeyn ve muhatabeteyn olan zarabti, zarabtuman. İkisi nime bunun da emir parçası yok. Yine emirdi mi? Emirdi mi nime yok onun da? Benim bunun da nime yok, parç yok. Onun nime deyimiz ondan? Onun da mı? Yine litezriba, litezribu. Yani litezriba, litezribu, litezribi, litezriban. Litezriba, işkilisi litezriba dedik. Bunun oturusu nimi yok. Yani lafzide fark yok ama manide nimi var? Fark var. Manide aldı akı karab, ama müzekker hitap kıldı ve muannes hitap kıldı. Dapçı okuyumuz emdi. Emdi şunu olsa yok fark. Muzari ve emirde mef'ul için gaybe muhatabeninki oturusu da ve gaybeteyn ve muhatabeteyn oturusu da ve muhatabeteyn. Muhatabeyn ve muhatabeteynin oturusu da nimi yok, parçası yok. Hem de muzari emirde mef'ul için. Mesela muzari ne biz mef'ul için mecul kıptık. Mesela yudrabu. İşte hem de yudrabu diyen gaybe. Gaybe dedik. Yudrabu, yudraban, yudrabune. Yani muannes nimi deyimiz ne? Tudrabu. İşte hem de gayben muannes. Urdu o ayal deyimiz. Ursen demeyimiz. Yani bunun bilen muhatap. Andikin tuzrabu, tuzrabanı, yüzrabna, tuzrabanı. Tuzrab, ursen deyimiz hani. An urdu ayal deyimiz. Gayb oldu muhatapın otursudan. Ve gaybeteynin otursudan. Gaybeteyn. Mesela tuzrabanı. İşte hem de tuzrabu, tuzrabanı, yüzrabna deydi gangep. Hem de bu yerde hem de mugaybeteynin otursu tuzrabanı. Andık yüzrabna ekolodu. Şunu da muhatabeyn. Tuzrabu, tuzrabani. Tuzrabune. Yani a tuzrabune ba gayb nimin oturusdan muzarın oturus nimi yok yani fark yok. Ve muhatabeteyn. Yine a tuzrabine, tuzrabane, tuzrabne. Yani aşağıda 3 tane tuzrabane var. Birisi tuzrabu, tuzrabani, yüzrabne. Bu muannes gayb. İşte bu teslim. Yine bizi tuzrabu muhatap, müzekker. Tuzrabu, tuzrabani. Nime tuzrabane yani işte tuzrabane, tuzrabune. Tuzrabine, tuzrabane. Muannes muhatebe tesni. Tuzrabine, tuzrabane. Bu ikisinin oturusu nimi yokken labziydi fark yok ama manidi çoğu fark çok var. Bunu ne konuşmamız gerek? Konuşmamız gerek. Ve cezmen görürsen biz yukarıda zikir kılınasın hemmini tövende uzak kalmayı tefsil bir çok bilse. Hem bunu bilişin aslında bizdeki vatanimizde Bedan degan kitapdaki ahırdan bir kitap var. Bedan deb Paris İranlıqlar özü ballarına yazgan. Men açtığımda tefsil bir biz okuyan. Şunu okudu desin. Zarabe erbi zert ayamet güzeşti Paris'i urdu zarabe erbi urdu onunki mənisi. Onun mənisi urdu oğul bir ötken zamanda pil mazi ma'lum vahid deb mütahçı okuyumuz. İşte mütahçı okuyan gibi. Endi mayadamni mani asas men tafsil bir-birlarini nima qildik hozir uqtib. Lekin mayada deydi endi. Va lekin vojib bo'ldi shuki bililgan shuniki jazman g'oib va g'oibaniki zimri mazi va muzari va amrda oshkor olmaydi labzida. Mana bilishing kerak. Zimir degan yushur degan gap, zimir ikki qo'lida birisi labziti chiqadigan. Endi birisi labziti chiqmay yushur tahdid shu turib, mesela zaraba dedik. Zaraba desak urdi ol er kishi deymiz. U zaraba uning tahdid nima va? Va degan zimir zarabaning tahdid yushur bo'ladi. Ya labzimiz chiqmaydi, ya xat yozilmaydi. Tamamda bu bir zimir bo'ldi. Endi bu zimirning o'zi ikki xil. Birisi ko'rinmaydigan, yana birisi uniki labzida og'zimiz chiqadi. Mesela zarabtu, zarabta, zarabtuma, zarabtum deganlar bu tuma, tum deganlar hammasi zimir. Bu labzida oshkor chiqadi. Bu nima deymiz uni? Zimir deymiz. Mana deydi. G'oibniki zimiri. G'oib degan g'oib muzakkar zimiri nima? Zaraba. Shunaqa de zaraba. Va degan gap. Va g'oibaning zimiri. Nima u? Tazribani yazribna muannasan. Urdu o ayol, urdu olishga ayol. Urdu ayollar degandan keyin g'oiba va tazribu nima? Ya bo'lgan bo'ladi. Ya'ni bo'lgan bo'ladi. Mana zaraba, zarabat. Mana zarabat
Mana bu yerda mazidan g'oyib va g'oyiba bo'lgan mazidan. Masalan, zaraba, zarabat. Tamam da bu da aşkar zarabat ya bo'lgan bo'ladi sizning. Va muzaridan. Muzarida va amrda muzari nimon yadribu. Shtaqam de yadribu desek g'oyib bo'ldi ana. Va muzarida va tazribu. Tazribu desek urdu ayol bo'ldi endi. Urdu ayol bo'lgan tajriban yazribna bo'lgan ekan. Mana bunida zimir labzida oshkor bo'lmaydi. Labzida bo'lmaydi ana. Bunida 4 nimada oshkorchi bo'lmaydi ekan. Buni amirda oshkor bo'lmaydi. Amir degani izrib anta degan gap. Tahta anta va. Ha, izrib izriba degan izriba antuma degan tahtada bor degan gap. İzribu degan yerning o'zida mana bu o nima yo'q. Mana amirda zimir hech qanday oshkorchi bo'lmaydi. Tamam oshkorchi bo'lmaydi labzida. Qachonlik desang misol ma'lum. Rajulun daraba va imraatun zarabat desang er kishi urdi o er kishi deb ma'no etamiz. Chunki zarabaning tahtida nima bor? Bir zimir bor. Shuni uni yondiramiz er kishiga. Urdi bir er kishi, urdi o bir er kishi. Asli zaraba va degan gap bo'ldi. Va imraatun zarabat. Va ayol kishi urdi o ayol kishi desek, ana shu ayol kishi degan gapniki o'zi yavat zarabatning tahtida bu zimir imraatun yonida. Bo'ludi taqdir nima bo'ludi? Rajulun zaraba va g'avati zaraba va bo'ludi. Av imraatu zarabat degan vaqtda uniki taqdir nima? Ya bo'ludi. Mana va ya taqdir nima u oshkor bo'lmaydi. Shuni o'xshash, mana yazribun. Va, yazribun taqdir nima? Va. Va tazribun. Nima u? Va tazribu ya. Urdu o ayol kishi. Tamam o ayol kishi. Va yadrib va. Taqdir va tazrib. Va urdu o ayol. Tamam da urdu ayol bo'lgan ekan ya bo'lgan bo'ladi. Endi unda bo'lgan ekan zarabatniki tahtida ya bo'ladi bu ta degan nima bu? Zimir desa hamon bani desa. Sen gumon qilmag'in ta'nising tasi. Zarabatlik tavag'on. Bu ta'niki o'zida zimir deb nima qilma, gumon qilma. Bu zimir emas deydi. Zimir demaymiz. Chunki u zarabat tahtida ya va deydi. Chunki bu ta'nising alomati. Ha. Masalan, zarabat deb kelsa, ha, ta degan muannasning alomati ekan, buning tahtida ya va ekan deymiz. Muzakkar muannasni arab tilida jazman labzida ayiradi. Ma bizning Uyg'ur tilida, turk tilida undachi yo'q. Pes xolos. Va agar u ta'nisning ta'si siz degandek zarabat ta'niki o'zi zimir deb qolsak, har ayni durust bo'lmaydi. Mana bu zarabatdagi fa'il muzahni zikr qilish seniki zarabatil mar'atu degan gapingda. Agar siz endi degandek zarabatdagi ta'ning o'zini siz zimir desingiz, o'chanda al mar'atu degan gap zarabatga keyin kelsa, o'chanda nima deydi arablar? Zarabatil mar'atu deydi. Mana arab tilida zimir va oshkor ism ikkisi birga kelmaydi. Zimir degan nima gap? Zimir degan yushirin ism, uniki yonida ism başta ötüdü degan gap bo'ldi. O'tgandan keyin aniki shu başta uni gapi o'tib bo'lgandan keyin aniki arablar u deb keltirdi, ya deb, va deb. Uniki u zimir o'ylanadi. Unda aniki zarabatil mar'atu degan vaqt o'zida bu ta'niki o'zini agar zimir kelsa ikkisi birga kelmaydi. Anda bo'lgandan keyin mana fa'ilning o'zi oshkor bo'lgan vaqt o'zida ta keladi ekan, demak ta'niki o'zi nima demak ekanmiz uni? Zimir demak ekanmiz. Buni uchun o'qidim. Qandaqki durust olmaydi. Sizdeki zaraba raculani deyişçi dursemez Arap tilda. Ama biz okumaymiz deyəbəsək bolurdu. Ama Araplar onda demeydi. Biz eğer zaraba raculani desek uçan nime deyimiz sarang mı deydemdi. Bu bizim tilimizi yalaka bizim tilimizi başka birler bunda gap qilib qalsa xato kulib ketimiz ya o nime demağı deb. Birden okup qaldı o Arap tili şu emas. Bu Araplar şunda zaraba raculani deyiş qatti xata. Nime deydi o? Raculan raculan zaraba. Ya umay nima deydi? Zaraba raculan deydi. Tasdik keltirmaydi pilni. Zaraba raculan deydi. Zaraba pilniki tahdid zimini tasdik keltirib, raculan bir tasdik keltirgan ish yo'q. Uchan o'ta qanday qilmaymiz? Agar ashta bir yetib qolgan bo'lsa, zaraba raculan deb kelgan bo'lsa, uchan nima deymiz unda? Urdi o ishkar kishi u nimadir? Raculan mubta mas'ul xabar deymiz. Uchan o'zida raculan o'zi zarabaning fa'il degil olmaydi. Ya olmaydi uni bayon deydigan bir ishimi bor, o az.
Ve zarabu ricalun. Urdi o erkekler. Zarabu degen nima? Hu degen cemi. Şudak zibir var hum de. Şu urdi o erkekler. Ricalun nima? Uşuk. Bu yerde zarabu ricalun desek uçat zimir hem aşkar isimçi paylı olup aşkar isim paylı dep qarğa vaxtımızda bu ikisi bir yakıp bu kat'i dursunuz. Ya zahir oluş gerek ya zimir oluş gerek payının. Her ikisi bir yer çok kemmeydi. Ve şunu oşaş muhatapның zimiri, mutkellim vahdahuniki zimiri ve mutkellim me'al zimiri aşkar olmaydı muzarida. Şu takkandi. Mesela neymi de aşkar olmaydı o? Muhatapның zimiri mi? Tecrübun. Şu takkon tecrübun. Tecrübun etsek, tecrübun etsek ente diyen ki tecrübi etsek ente desek bu yerde ente diyen ki bir aşkar çok olmaydı deydi. Ve mutkellim zimiri mi? Mesela nime? Ezribu. Ana. Ezribu'nun tehdidi nime var? Ana var. Ve mutekellime gayri. Nezribu desek, nezribu nahnu. Nahnu diye anın tehdidi nime o? Yuşrun. Bu aşkar olmayın muzaride o emrde. Emrden bulmayı aşkar olmayın. İzrib. Şulamı izrib ente. İzribi enti. Şulamı emdi. Bunlar çok bolu değil. Yani tezribu, izrib ve nezribu ve ezribu. Deydim. Vali yazrib, vali tezrib. Yani bu yerde takdir hemmenin tehdide ente, ana, nahnudur. Aşağıda anima tezribun tehdide ente var, ezribunun tehdide en var, nezribunun tehdide nahnu var, izribunun tehdide ne var, emri oğanlık ente var, vali yazrib tehdide en var, vali tezribnin tehdide ne var, emri bağlam ente var. Takdir emrinin tehdide ente ene nahnucu boludu. Siz bunun için çok okuyun. Bunu bilin. Ayet dedi ya adam bildi. Men muşnas tefsir bilsek birle bilge vakti üzerinde bu bizge kelgüsde Arap dilini Kur'an-ı Kerim hadis Resulullah'ın düşünüşte hem Araplardan gaplaşta sağlam gap kan bulunuz. Hem Kur'an hadis doğru düşüngen bulunuz. Uçağınızda Kur'an bilen hadisi düşünüşü cezmen serp ilimini bilmesek olmaydı. Aldı ölen logatını biliş gerek. Arap bu tilini neymi de pişirdi de şu duruş payını okuduk yani. Onu dikin morfologiyadan ibaret olan bu ilmini okuşumuz gerek. Onu dikin nehvi ilmini okuşumuz gerek. Onu dikin maanini okuşumuz gerek. İlm maani. Onu dikin usul fikke, usul hadis, usul tefsir, onun başka. Yani Arap dilindeki bir şiirler var. Onun ilmi uruz değil. Şiirini, edebiyatı bilişimiz gerek. Kur'an-ı Kerim ben düşke vaxt üzerinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yaşka vaxt üzerinde Arapla yüzü otursa da kandak gepleşti. Şu vaxt üzerinde Kur'an-ı Kerim o Araplara hitap kılıp bivassa olup düşkendeyken ben şu adamlar şu vaxt üzerinde gepni kanlı işler, kalabzi kanlı işler bunun için bilişimiz gerek. Ben Kur'an bilen yedisine yani dinini düşün, Kur'an'ı düşünüş için şu öğrenmelerimiz 8 tane penni biliş gerekteydi. Aldı bilen. Ya 12'deydi, bazı 18 tane penni resmi biliş gerek. Anladaki Kur'an-ı Kerim'in tefsiri kıp adı kerimde düşense uçak doğrucu düşünüyordu deydi. Bu adamın yüzü Arap dilini bilmeydi, Kur'an-ı Kerim Arapça dil. O ya serpini bilmeydi, ya nehvini bilmeydi. Apırıp tercüme kandığı yüzü doğru onu düşünsek buludu. Ama resmi düşünmen desek, müştak bir şekilde dinam kılışımız gerek. Onu düşünmemiz çok gerek. Ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.